Yonimda kasaba uyushmasi kengashi, oddiy qilib aytganda Pravcom. Shundoqqina yonimizda ko'ryapsizlar, poliklinika, xalq qabulxonasi, undan tashqari bir tarafimizda magazinlar, umumiy qilib aytganda ipoteka bankni shundoqqina orqasida sizlarga Ahmad Hoji ota choyxonasi bugun sotuvga chiqyapti. Umumiy maydoni 13 sotikdan iborat. Xullas dahshat joy. Oldini ko'ryapsizlar, mashina qo'yish uchun joydan umuman muammo yo'q. Ketdi choyxonamizni ko'rib chiqamiz. Choyxonamizga xush kelibsizlar. Umumiy maydoni 13 sotikdan iborat. Chap tarafimda umumiy 9 ta xona bor. 8 tasi bir xil xona bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari shundoqqina birinchi xonamiz 30 kishi uchun mo'ljallangan kattagina zal. Xullas boru joydan umuman muammo yo'q. Mana shu tomonimizdagi hamma xonalarning tagida kattagina podval bor, remont qilinmagan. U yerda ham 10 ta xona bor. Agar xohlasanglar mana shu tomondagi xonalarni podvalini ham remont qilib, odam ko'payib ketadigan bo'lsa, normalniy sotqani tagida qolib ketsangiz bo'ladi. O'rtada juda katta zelyonniy zonamiz bor. Undan tashqari mana shu yerda yana 8 ta tapchan turibdi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, ko'zinglar bilan ko'rgan har bir jihoz, mebel, tapchan, xolodilnik, undan tashqari nimani ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi mana shu joyda o'zida qoladi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, mana shu joy egasi o'zgaradi, siz sotib olasiz, biznes ham qoladi, joy ham qoladi, oshpazlar xullas hamma narsa sizlarga qoladi. Shuni davomidan to'g'ridan-to'g'ri choyxonani davom ettirib yuborsanglar bo'ladi. Qaranglar, bir tarafimizda mangal turibdi. Mangalning orqasini ko'radigan bo'lsak, u yoqda kattagina oshxona bor. Oshxonamizning o'choqlari hammasi propan bilan ishlaydi. Undan tashqari yonida salatxona, yonida hojatxona va umumiy bitta kattagina zal va xolodniy ikkita xonamiz bor. Ichlari bo'yicha u yoni sonsaxona qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki o'zingizlarning fantaziyalarga qarab ofis qilib qo'yasizlarmi? Xullas endi biznes yurg'izib yuborish o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Joyimizga mana shu glavniy yo'lni ustidan ham kirib kelsanglar bo'ladi, yon tomondan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar, dahshat joy, tayyor biznes, tayyor zdaniya, xullas umumiy hammasiga sotuvga chiqyapti. Boyaga aytganimdek, shundoq egasi o'zgaradi, mana shu joy sizlarga qoladi. Narxini, ma'lumotlarini pastdagi raqamdan olib olishinglar mumkin, chunki bu kvartira emas. Shundoqqina 30 ming dollar, 25 ming dollar deb aytib qo'yadigan bu joyga kelish kerak. Biznes qiladigan odam to'g'rima-to'g'ri egasi bilan o'tirib, hamma narsasini tekshirib ko'rib, sotib olish kerak. Xullas kelinglar, gaplashinglar, qalbiga qo'l solinglar, sizlarga sunnatiga o't beriladi.